Qo'ylar. Mana qo'zusi. Qo'zulu qo'y 9500 so'm deydi. Qolganlari bo'z qo'ylar 7500 so'mdan. 7500 so'mdan bo'z qo'ylar. Egiz qo'zisi var ekan, 11000 so'm deydi. Egiz qo'zulu qo'y var ekan yerda. Qancha bo'ldi? Shunday. $7500'dan bo'z qo'ylar ko'raverasizlar. Bo'z qo'ylar 13000 so'mdan kami var. 2 qo'y qisir 8000 so'mdan. Suyunab ketgan o'sha. Olib kelaylik tatadan. Nega sotadi? Yetkizib berdim. 8000 so'mdan ekan eko. Bo'z qo'y 8500 so'm. Ya nega 12000 so'mdan. Urg'achisi daha var. Mana urg'achi qo'y ekan, qolganlari qo'chqor. 12000 so'mlik qo'chqor ekan. Mana qo'chqor 8000 so'm deydi. Mana qo'y so'liq 12000 so'm. Qisir 10000 kami var. Qirg'iz atan qo'ydik. 10000 so'm kami var. Qirg'iz ataning qo'yi ekan. Atayim bog'ib olib kelishdir buni sotayli deb. WhatsApp'dan suratini jo'natib bering, unda shuni olaversam bo'laveradi desang aytadi. Qisir ekan 14000 so'm kami var deydi. $15000 so'm deydi. Bo'z qo'ylar 7500 dan ekan. Kami var deydi. 7500 so'mdan. qancha ketma? 4 ta ketdi. Qancha olib tasam? To'qtilar 5000 so'mdan kami var ekan. Bordig'i to'qti mana. Tishi qanday? Qancha berasiz? Qo'zusi bilan 8500 so'm deydi. Sen ko'rsat o'zing tishini. O'zing ko'rsat onu. 9000 so'm deydi qo'zusi bilan. Ene bola. 9000 so'm ekan qisir. 4 tish deydi, jash qo'y ekan. Qo'zulu qo'ylar 9000 so'mdan ekan. Bu aylanma şeytan. O'zi joqsida. Aylanmoq o'zga. 9000 so'mdan. Aylanmoq. Qancha qo'y? Chevich 2700 dan ekan. To'qolechki 5000 so'm kami var ekan. Lechkilarda 5000 dan ekan.
2500 so'mga berib edim deydi shuni. Sağır geçti. Falan da Bunisi 2000 so'm deydi. Chevich 2,5 so'mdan. Buna ulog'i bilan qancha? Bunaniki? Birovniki? Tuğan Chevich'tir 2,5 so'mdan ekan. Ya maytap geçkin. Ya eskir abi. 5000 so'm ekan. Egiz uloq bor ekan. Yazlar var mı? Gel bol. 4,5 mingga berib edim deydi. 4 çıkar ondan. Ne kılasın? Iki. Egiz ulog'i bilan 5000 so'm. To'qol ichki, ene bola 4,5 so'm deydi. Ulog'idagi to'qol ekan. 4500 so'm.